Albatta, men seni o'ldirajakman. Albatta Alloh faqat taqvodorlardangina qabul qiladir. Agar meni o'ldirish uchun qo'l ko'tarsang, men seni o'ldirish uchun qo'l ko'tarmasman. Albatta men olamlarning Robbi Allohdan qo'rqaman. Lekin bu so'zlar Qobilning nafratini so'ndirmadi. Aksincha, uni yanada kuchaytirdi. O'sha kundan boshlab u Qobilni tinch qo'ymadi. Kunlar davomida uni uzoqdan kuzatib yurdi. Yolg'iz qoladigan paytini poyladi. Qobilning ichidagi g'azab endi ham aqlini, ham qalbini ko'r qilgandi. Bir kuni Qobil bir oz dam olish uchun tog' yonbag'riga yotdi. Hamma yoq tinch edi. Qobil qo'lida katta tosh bilan sekingina yaqinlashdi. Xayolida turli o'ylar bilan olg'a yurdi. Qobilning tepasida turar ekan, bir lahza to'xtab akasiga qaradi. Buni qanday qilaman? Axir u meni akam-ku. Lekin g'azabimning sababchisi ham o'sha. Toshni tepaga ko'tardi. Bas, Qobilni o'ldirdi. Yer